Kompuzo. Top menga qo'yiladi. Va bular sizlarga emas qolishi mumkin. Qana bunasam. Birinchisi bu mana shu o'yin. Hozir ko'rib olasiz qanaqaligini. Lading deb qoldi. Plus minus tomonlarini aytib o'taman keyin. Mana boshlanishini ko'rib olishingiz mumkin. Tortib qanaqadir zombidan bola tug'iladi. Hozir nimaligini bilmayman. Skip qilamiz mumkin. Mana shu qilib qo'lyapsizmi? Mana tug'ildi bola, tug'ildi. Bunga ot qo'yamiz. Xo'p, bunga ok yo'q. Xatomiz jiri bo'ldi. Ammo ko'rib deylar. Bunga nom qo'yganimiz yo'q. Shunaqa zombilar tashlanib hammani nima qiladi. Mana eski zombilar tashlanib ushlayapti. Qanaqadan qandaydir. Voy uzotarkan. Qatyapti. Bolamni qo'rqyapti. Yo, ketdi. Sinchlikni balandlashimiz kerak. Xullas, bari shunaqa zombi o'yinlari. Sen o'lasanmi? Bu o'yinni kompyuterdan o'ynasa bo'ladi-ku, lekin shuni o'ldirib olay. Saga qo'yish payda. Xullas shunaqa qilib o'ynab yubora olasizlar. Menda nimagadir o'tayotganda qatidi. Qanaqadir mod bormi bunda? Mayli. Xo'p, xullas to'rtinchi o'yinimiz. Hozir mana bu yerda ikkinchi o'yinimiz. Bu yerda Minecraft. To'xtaylar. Bu ikkinchi o'yinimiz bo'lsa, hozir bir narsani ko'rib berdik. Yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Faqat hozir to'g'asin. Hozir supermarket botga kirib josuslik kuchli bo'lsa kerak. Geometry Dash asab buzar o'yin. Bu o'yinni o'ynayotgan odamlar uchun bu odamlar sabrli va juda asabiy kerak bo'ladi. Mana bularning har xili bor. Mana Geometry Dash 1 pullik versiyonigadir. Geometry Dash Lite buni o'ynaysiz, keyin buni o'ynab o'tib ketasiz. Shunaqa qilib tugatishingiz mumkin. Yana bilmayman. Xo'p, buni shunday bosib tuya qo'yamiz. Juda oson o'yin deb o'ylayman. Buni birinchi ismi Minecraft. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Balkim siz ham Minecraft o'ynaysiz. Bunisini bilmayman.
hozir mana Minecraftga kelgan bo'lsak, mana bu yerda reklamalar kelib qoladi. Bu minus. Agar internet yomon bo'lsa, reklama qo'yib beradi. Xo'p, mana bu yerda ikkita bosib olasizlar. Mana shu pul tugmasini bosib, men yesterday. Mana shunday kirib, o'zim o'ynayotgan yeriga qilaman. Bu yerda bu nima bo'ladi? Bu Minecraftda siz ko'plab sarguzashtlar qilib, uylar qurib, yashab, zombilarga qarshi kurashib o'ynasangiz bo'ladi. Agar siz Minecraft o'ynamasangiz, o'ynab ko'rishni tavsiya beraman. Mana shu o'zingizga qurasiz narsalar. Xo'p, shunday gaplar eshik ochib va o'zingizga kerakli har xil narsalarni o'ynab yurishingiz mumkin. Misol uchun demoqchiman. Hop. Creeper do'stim. Yaxshi raqamni Creeper bo'ladi bilamayman. Yo'q. Qishloq. Qishloqni mana shunaqa shunga o'xshash moblardan manimcha himoyalanishingiz ham kerak. Xo'p, bu yerni tekislab chiqamiz. Creeper bo'lmaysin. Mayli. Xullas, jo'bi bo'ldi. Man endi bu yerda shitellarga yordam va uylar qurib o'ynashingiz mumkin. Keyingisiga navbatni berib qolamiz. Xo'p, buni hozir ko'rsataman. Keyingi bu Solar Smash. Bu endi yerni xohlaganingizda qilib o'ynashingiz mumkin. Misol uchun Saturn har xil sayyoralarni buzib o'ynashingiz mumkin. Bu tinchlantiradi va bilmayman, sizga maroqli qilib asablarni tinchlantirishi mumkin. Xo'p, keyingisiga navbat. Endi o'yinimizga aytadigan bo'lsam, hammaga yoqadigan bu o'yinning nomi Mortal Kombat. Xo'p, Mortal Kombat haqida gapirmoqchi edim, hali загрузка bo'lmabdi. Shuning uchun ozgina muammo bor. Shunaqa Mortal Kombat. Bu o'yinda sherigingiz bilan bellashasiz, yo do'stingiz bilan bellashmoqchi bo'lsangiz bellashasiz. Har xil personajlarda o'ynashingiz mumkin. Xullas, bosqich bo'ladi va bosqich bo'ladi va keyingi o'yinimiz bo'lsa hozir ko'rsataman. Brawl Stars, Supercell App Store. Bu o'yinda o'zingiz personajlarni yaratib, nima qilsangiz bo'ladi. Xo'p, men sizlarga birinchi ko'rsatgan o'yinim Zombie Apocalypse'ga o'xshash, ikkinchisi Minecraft, keyingisi Top 3 da Geometry Dash, Mortal Kombat va keyingisi endi men uchun o'zimga yoqqan va birinchi o'rinda turadigan narsa Monton deb yozib ko'rsangiz yozib ko'ring. Yo, Monton basdim. Uzr. Chunki shunday yozilarda Mobile Legends. Xuddi shunday yozib ko'rsangiz, mana shunaqa Mobile Legends Monton deb yozib qo'yilgan. Shunaqa chiqadi. Bu yerda siz ko'plab janglar, tanklar va ko'rsangiz bo'ladi. O'ynasangiz buni bilasiz. Buni ichida keyin sizga yana bir ikkita
geroylar nimalar bo'ladi va eng qizig'i bu yerda siz ramkalar olib, rasmlar qo'yib, rekord o'rnatib, xullas shunaqa qilib ko'tarilib chiqib ketishingiz mumkin. Bu yerda ko'pchilik yozgan, lekin ularni nega tiliga tushunmadim. Va eng men uchun birinchi o'rinda turgani shu edi. Va qani bo'lmasam sizlarga shu o'yinni o'ynab ko'rishingiz uchun tavsiya qilaman o'ynab ko'rishga. Keyingi o'yinga o'tvolamiz. Hop. Keyingi o'yinimiz 333 megabayt bo'lgan. Mana shunaqa o'yin. Bu yerda siz turli xil parkurlar, har xil hayvonlar sizni uradi. Siz bo'lsa bir ikkita nimalarga yordam berasiz. Eng qizig'i o'zingizga mana shunaqa yuz nimalar olib, o'nglab, chiroyli bo'lib, reytinglab, hammaga yordam berib, kalitlarni topib, xullas shunaqa o'yin bo'ladi. Super nomlarini o'zlaring ham o'qib olishlaringiz mumkin. Mana Super Bear Adventure shunaqa o'yin. Bu Play Marketda. Keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yinga keladigan bo'lsak, u 157 megabayt bo'lgan 1 million vibes. Va mana shunaqa o'yin. Frag deb yozsangiz chiqadi. Men bu o'yinni shaxsan o'ynaganman. Zo'r o'yin. Qarshi bo'lasizlar, qarshi bo'ladi bir-biriga. abisi toshlarni belgilarini o'ldirib tutish kerak bo'ladi. Buni plus tomonlari har xil personajlarga aylanib yursa bo'ladi. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi o'yinimiz mana shu o'yin. Bu o'yinni ta'kidlab o'tmoqchiman. Flex City Online Rap Car Game. Flex City deb yozsangiz chiqadi va bu yerda grafika juda ham kuchli va bu yerda siz xohlagan o'yiningizni o'ynasangiz bo'ladi. O'yinni sizlarga aytadigan bo'lsam, bu o'yin 16 plus 1470 ga reyvs va eng qizig'i megabayti 623 va bu yerda siz xohlaganingizni qilib turli xil shart uzashlar va grafika kuchli bo'lganda o'ynab xohlagan o'zingizga tanishlar yo'llab olib yurishingiz mumkin. Bu yerda pullar va pullarga personajlar sotib olasiz. Hop, keyingisiga o'tamiz. O'yinimiz Real Boxing. Bu o'yinda siz sizni sherigalaringiz bo'ladi va qiyin bo'ladi. Siz mana shunaqa boks uradigan, mana shunaqa yuzlar sotib olishingiz mumkin. Tatuirovkalar turli xil mana bunaqalar sotib olishingiz mumkin. Ya'ni kamar uchun har xil kurashlar. Ya'ni siz bunda eng qizig'i knopkada urmaysiz. Mana o'zim ham o'ynaganman bu o'yinni. Videosini ko'ramiz shekilli. Videosi qo'yilmayapti. Necha mayli. Bu yerda ekranni qimirlatib urasiz. Misol uchun mana boshlandi, qarang. New Fighters, Freezes. Ekronni bu yoqqa qimirlatsangiz, bu yoqda uradi, bu yoqqa qimirlatsangiz, bu yoqda uradi. Tepaga bitimni qo'ysangiz, bu yoqqa uradi. Mana boshlanib, shunaqa bo'ladi. Videoda ko'rib turganingizdek. Buning nomi Real Boxing. 866 megabayt va har xil odamlar bilan maqsad mumkin. Ekranni bu yoqqa ursangiz, bu qo'li bilan, bu yoqqa ursangiz, u qo'li bilan urib, bundoq siz jag'iga soladi. Xullas shunaqa. U videoda ko'rib turibsizlar. Xo'p, qani bo'lmasam keyingi o'yinga mana ko'rib turganingizdek hech qanaqa knopkalar bo'lmaydi bunda. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingi o'yinimiz bo'ladiki, mana shunaqa o'yin va siz bu yerda mo'ljallangan joylarga o'tib o'ynashingiz mumkin. Eng qizig'i bu grafikasi o'ta kuchli. U kuchsiz telefonlar uchun ham bo'laveradi. Keyingisi eng qizig'i buning megabayti. Shuncha odam yuklab olgan.
yana qaysi o'yinlar qolib ketgan bo'lsa o'shani yozib qolding. Ha, yo'q.